Assalomu alaykum hurmatli yoshlar, assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Kuzatayotganingiz Mikrofon sizniki podkasti. Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz ilmga chanqoq va bundan tashqari tafakkur egalarini befarq qoldirmaydi. Bugungi mehmonimiz ham kutilgan taniqli tadbirkor, Everest o'quv markazi asoschisi, bundan tashqari pedagog Xurshid O'roqov. Assalomu alaykum, xush ko'rdik studiyamizda. Assalom, xushvaqt bo'linglar. Katta rahmat taklif uchun. Xurshid aka, studiyamizda xush ko'rdik. Rahmat. Xurshid aka, insonlar bor-da, ya'ni turli xil sohalarni tanlashadi va kimdir quruvchi bo'laman deydi, kimdir harbiy bo'laman deydi. Lekin biz kamdan kam kuzatamiz bilim yo'lidan ketib, ya'ni yoshlarni, farzandlarimizni tarbiyalab, o'quv markazlari ochib, ularni ilm yo'liga yetaklaydigan kam. Ya'ni birinchi savolim, nega aynan siz mana shu yo'nalishni tanlagansiz? To'g'risini aytsam, tasodifiy tanlangan soha. Tasodifiy? Shunday, men o'zi Toshkent davlat iqtisodiyot universitetini bitirganman. Universitetda soham iqtisodiyot yo'nalishi. Maktab davrida Flex programmasi bor, Amerikaga bolalarni olib boradigan, o'sha grant yutib, Amerikada 1 yil o'qib qaytib kelgandan keyin. Maktab davrida yo'q. Maktab davrida 10-sinfda Amerikada bo'lgan ekansizda. Wunderkind bo'lmaganman, omadim kelgan deb o'ylayman, to'g'risi. Chunki bizni tumandan, Sherobod tumanidan umuman hech kim o'tmagan bo'lgan. O'sha joyi menga ustunlik bergan, menimcha. Men birinchi bo'lganimning hisobiga menga ustunlik bergan. Xullas, qaytib kelganimda mendan so'ragan ustozlarimiz. Mana Amerikaga borib kelding, ingliz tili ustoz bo'lmoqchimisan, nima qilmoqchisan, pedagogikaga kirasanmi yo Jahon tillari universitetiga kirasanmi deb so'raganda, yo'q, men ustoz bo'lmoqchi emasman, men ekonomist bo'lmoqchiman deganman. Onam orzu qilib ko'p yillar universitetga 3 yil topshirib kira olmaganlar. O'sha paytlar narxoz deylar edi. Onam davrida o'sha institutga kira olmaganlar. Shu onamning orzusini bajaraman, o'shani xudo xolasa qilaman deb o'sha qat'iyat bilan harakat qilib kirganman Toshkent davlat iqtisodiyot universitetiga. Keyin taqdir taqozosi bilan nima bo'lgan? O'rtog'im bu yoqda Toshkentda o'quv markazida ishlar edi. U chaqirgan, sen ingliz tilini bilasan, General English guruhlar yig'ildi, so'zlashuv kurslari o'sha tashkil qilyapmiz, o'shalarga dars o'tgin deb chaqirgan. 4 ta o'quvchim bo'lar edi, boshida eslayman. Ular ham bittasi o'quv markazi egasini qizi bilan o'g'li, ikkitasi, bittasi o'quv markazi menejerini. O'zimiz qora ko'zlar. Bittasi turk tili ustoz bo'lardi, u kishini jiyani shunaqa edi. Hammasi nimalar yig'ilgan ekan, borib dars o'tib boshlab, keyin bu kasbga mehrim tushib qolgan. Bitta dars o'tib, mana ko'pchilikda 20 kishi, 30 kishining e'tiborini o'ziga qaratasiz-ku, bu narsaga odam mukkasidan ketib qolar ekan. O'rganib bo'lsa uxlay olmay qolaman-da. Shunday, mana shunday paytlar bo'ladi. Shunda dars o'tib chiqaman. Kelingiz aytadi, bugun uyqungizda dars o'tib chiqdingiz deydi-da. Ya'ni shunaqa narsa odamning anavi fitratiga kirib ketib qolar ekan. Ya'ni bu ishni o'zi aslida orzu qilmaganman, lekin qilib ko'rib, mehrim tushib, keyin bu sohaga kirib ketganman. Siz to'g'ri aytyapsiz. Masalan, jamiyatda mavqei ancha past bo'lgan shu paytgacha ustozlarni bugun ancha ko'tarilyapti. Lekin mana masalan xususiy sektorga imkoniyat berildi-ku davlat tomonidan. Xususiylashyapti-ku ta'lim, maktab ham, universitet ham, hamma jabhalarda. Bu narsa men o'ylayman, ustozlikda endi pedagog kasbini mavqeini oshirdi. Nimaga? Chunki shunday ular masalan va iste'dodli odamlar, o'sha insonlarni masalan tanlashi darajasida mavqei oshib ketdi-da bu kasb. Chunki yaxshi pul topishyapti, ko'p narsalarga erishyapti, sharoit bor. Masalan, endi davlat yaratib bergan sharoitlardan tashqari ham masalan odam o'zi harakat qilsa, ko'p narsaga erishsa bo'ladi-da. O'shaning uchun hozir xafa bo'lmasak ham bo'ladi, sharafli kasb mavqeida turibdi menimcha. Har taraflama. Zo'r. Xurshid aka, mana Amerikadagi ta'lim, keyin iqtisodiyot universiteti, menimcha Ispaniya ta'limini ham olgansiz. Shunday, Ispaniyada o'qiganman. O'zingizdan eshitamiz. Ispaniyada ikkinchi kursligimizda Erasmus Mundus degan grant bor. O'sha grantni ham yutgansiz. Yutganman. Yutmagan narsa ham qolmagan ekanda. Xudoga shukr, hayotda men o'zim xohlagandan ko'p narsani Xudo berdi menga. Nima, unda ham omadim kelgan desam mubolag'a bo'lmaydi. Endi birinchi yil o'qishadi Erasmus. U 1 yillik. 1 yillik. Ana almashinuv dasturi. Hozir ham bor. O'zbekistonda ko'p universitetlarda bor. Bundan tashqari mana har xil lotlari bor Erasmusda. 3 ta loti bor to'g'rirog'i. Birinchi loti partner universities, hamkorlik qiladigan universitetlari,
ikkinchi loti partner countries deyiladi, hamkorlik qiladigan davlatlari. Uchinchi lot Global Erasmus bor, ya'ni hamkormi, hamkor emasmi, hamma topshirsa bo'ladi. Meniki birinchi lot bo'lgan. Hamkor universitet bo'lgan, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti. Va birinchi yil bo'lgan. Juda ko'p konkurensiya bo'lmagan. Bizda juda aqlli bolalar bor edi. Kamchilik topshirgan, men har taraflama menga yordam bergani Amerikada ispan tili o'qiganman maktabda. O'sha joy menga yordam bergan, Ispaniyaga o'tib ketib qolganman. Ispaniyadagi o'sha Santiago de Compostela universiteti bizga bergan bo'lgan. Bitta kvota bergan bo'lgan. O'shanga to'g'ri kelib qolganman. Bitta kvota. Bizda universitetga bitta kvota bergan. O'sha men to'g'ri kelib qolganman. Ispaniya tilini boshqa biladigan odam bo'lmaganda. Endi Ispaniya experience-ni gapirsa juda gap ko'p, zo'r bo'lgan. Ko'p narsa o'rganganman. Eslab aytayapman savollar bo'lsa, lekin yaxshi. Men masalan yo'qda borib menejment sohasini o'qiganman-da. 1 yil bo'lsa ham ispan tilida administratsiyon de empresas deyiladi, business administration fakultetini o'qiganman. Juda zo'r fanlar o'qiganmiz ichida. Hozir masalan o'sha paytda o'rgangan bilimlarni men ishda ishlataman-da. Bo'lmasa 1 yil o'qiganmiz bor yo'g'i. Juda qiziqib, ular bizga stipendiya berardi, 1000 yevro har oy. Ishlashimiz shart emas edi. 1000 yevro stipendiyaga bemalol talaba yashaydi. Ayniqsa Yaxshi yashardi. Juda zo'r yashaydi. Uyga pul o'qishga juda qiziqqanman. Erasmusdan borgan talabalar ko'pchiligi fanlarni fail qiladi o'zi aslida. Erasmus uni talabini qo'ymaydi-da, hamma fanlardan o'tishing kerak degan talabni qo'ymaydi-da. Bolalar maza qilib Yevropani aylanadi, topgan puliga maza qiladi xullas. Men birorta fanimni fail qilmasdan keyin borish kerak. Hech qachon kech emas, zo'r maza qilib kelasiz. Grantlarni yutib oladi. Xudo xohlasa. Xurshid aka 8 marta adashmasam IELTS topshirgansiz. Bu qiziqishdanmi yo zaruratdan? Yo, zaruratdan. Chunki mana biz IELTS nimaga shu 8 marotaba qayta bitta yoki past chiqaverganmi yo balandmi yo o'zingizning muddat tugagandan keyin yana kerak bo'lib qolgan. Yo'q, mana tushuntiraman hozir. Men 2012-yilda o'quv markaziga asos solganman. O'zi dars o'tishni 2007-yilda boshlaganman o'quv markazida. 4 yil o'quv markazida ishlab, 1 yil Ispaniyaga borib kelgandan keyin o'zim o'quv markazi tashkil qilganman 2012-yilda. IELTS dars o'tishni 2011-yilda boshlaganman. 2011-yilda ukamga kurs topolmaganim uchun majbur boshlaganman. U davrlarda IELTS kurslariga talab yo'q edi O'zbekistonda. O'shani hisobiga IELTS instruktor topish ham qiyin bo'lgan. Topolmaganimizda keyin majburligimdan ukamga dars o'tishni boshlaganman. 2010 yoki 2011 edi. 2011-yillarda dars o'tishni boshladik. IELTSdan dars o'tishni boshladik deb hisoblasak, men har yili 1 marta yoki 2 marta majburdan registratsiya qilar edim. Nimaga? Chunki IELTS instruktor registratsiya qilib imtihonga tayyorlansa, yangiliklarni o'rganadi, o'zini ustida ishlaydi, praktika qiladi, o'quvchilari bilan ishlaydi va hokazo va hokazo. Ya'ni mana IELTS instruktorlarni 50 marta, 40 marta topshirayotganlar bor. Ko'pchilik o'ylaydi, bular bekorchilikdan topshiradi deb. Unday emas. Mana masalan, har xil sabablari bor. Birinchidan, imtihon topshirib men qanaqa qilardim, ya'ni imtihonni registratsiya qilardimda hammaga aytardim. Bolalar, mana bu sanada registratsiya qildim. Kutinglar, xudo xolasa o'sha ko'rasizlar men nacham deb hamma ko'rsin, men shunga qarab harakat qilay. Uyalay past chiqarishgan rezultatda. O'shaning uchun ham ko'p topshirganman, o'zimni ustimda ushlashim uchun ko'proq, lekin meni keysimda o'quvchilar bilan ishlash bo'lgan. O'zim registratsiya qilar edimda, o'sha sanaga shogirdlarimni ham registratsiya qildirar edimda, ular bilan birga ishlar edim. Shunaqa ko'payib ketgan. Agar hozirgacha barobar tayyorgarlik ko'rardingiz. Birgalikda mana o'sha ular bilan bitta sana bo'lsa, o'tirib birga listening practice qilamiz, tahlil qilamiz. Eshitishda yoki o'qishda. O'shaning uchun qilingan. Ko'p ustozlar shuning uchun ko'p topshiradi. Menimcha. Xurshid aka, siz uchun ta'lim biznesmi yoki missiyami? Nima uchun aynan ta'limdan o'zingizni ko'rib turib, ya'ni tadbirkorlik qilib, mana o'quv markazlari ochib, bilim ulashni boshladingiz? Va shu o'quv markazini ochishda g'oya qayerdan paydo bo'ldi? Zo'r savol. Ta'lim biznesmi yo missiyami deyapsa? Ta'lim boshida biznes bo'lib boshlandi men uchun, hozir missiyaga aylandi. Nimaga? Yaxshilab tushuntirib beraman. Boshida biznes bo'lgani, boshida Toshkentda uyim bo'lmagan. Uylanmagan bo'lganman, mashinam bo'lmagan. Ota-onam Surxondaryoda bo'lgan. Menda orzu bo'lgan. Toshkentdan uy olaman, ota-onamni olib kelaman, uylanaman, shu yerda sharoit qilaman degan orzu bo'lgan.
o'sha drive bilan men biznesni boshlagan, biznes sifatida boshlaganman. Lekin orzular orzuligicha qolmadi bugun. Yo'q, xudoga shukr, hamma orzularga erishib kelyapman. Meni orzularim ko'p. Xudoga shukr shu paytgacha bo'lganlariga erishyapmiz sekin-sekin, lekin hali kelajak hammasi oldinda-yu, lekin boshida shunaqa maqsad, orzular bo'lgani uchun men bu faoliyatga biznes sifatida qaraganman. Ya'ni pul topish uchun boshlaganman. Yillar o'tdi, biz kattalashdik. Xudoga shukr, hamma katta hovlida yashayman hozir, ota-onam bilan yashayman. Hamma ukalarim, singlim Toshkentda. Hamma sharoit qilganmiz, Xudoga shukr. Endi hozir shu kecha kunduzda lekin missiyaga aylanyapmiz. Nimaga? Mana masalan, Samarqandga borib, mana o'z Toshkentdan tashqariga viloyatlarda, Samarqandda, mana yaqinda Namanganda ochiladi. Viloyatlarda o'quv markazimiz filiallarini, manzillarini ochishni boshlaganimizda men bu narsani tushundim. Chunki borib ko'ryapmiz sharoitni, aholini to'lov qobiliyatini o'rganib chiqyapmiz. Qimmat narx qo'yish eng kamida vijdonsizlik yo'qda. Qimmat narx qo'yib bo'lmaydi. Arendalarni solishtiryapmiz. Toshkent bilan deyarli bir xil ijara xarajatlari. Rostdan. Endi keyin biz viloyatga olib borayotgan konsepsiya Toshkentdan yaxshiroq bo'lsin degan konsepsiya. Biz o'zimiz viloyatdan chiqib kelganmiz. Toshkentdagi sharoitdan ham shuning uchun yaxshiroq sharoit qilamiz borganda deb, tikiladigan pul Toshkentdagi o'rtacha filialimizdan 50% ga kamida ko'p pul bo'lyapti. Ya'ni hamma nyuanslarni hisoblab chiqsangiz, tikiladigan pul endi 10 yil desam ko'p bo'lib ketadi, 5 yilda chiqyapti-da. Yoki 7 yilda chiqyapti. Qancha investitsiya kirityapsiz? Bu viloyatlardagi filiallarga tegishli bu. Shunday. Xarajat. Kvadraturasiga $150 dan $200 hisoblaymiz. Ya'ni masalan 500 kvadrat joy bo'lsa, kamida $75,000, $100,000gacha ketadi. Kvadraturasiga $150-200 hisoblaymiz. Toshkentda $100-150 sarflaymiz kvadraturasiga. Ba'zi joylarda $200 sarflaymiz. O'zimizning joyimiz bo'lsa agar, o'zimiz sotib olganmiz. Xushid aka, siz yaratgan o'quv markazini nechta viloyatda umumiy jihatdan qancha filiali bor? Hozirda Samarqand shahrida 2 ta filialimiz bor. Namanganda mana hozir Xudo xohlasa bugun ulgursam bugun chiqib ketaman, ertaga bo'lmasa ertaga chiqib ketib birinchi manzilni ochib kelaman. 2 ta filialimiz bilan. Bu aytmoqchi bo'lganim, mana viloyatga borganimizda men tushundim, agar biz biznes nuqtai nazaridan yondashsak, viloyatda filial ochish kerak emas. Endi siz aytayotgan missiya paydo bo'lyapti. U yana qadriyat sifatida qaraysiz. Endi missiya nuqtai nazaridan ketyapti. Ya'ni biz business entity emas, boshqacharoq o'sha jamiyatga yordam berayotgan, qo'ldan kelgancha, masalan, pul katta ketayotgan bo'lsa ham, endi ertaga maktab ochganimizda ham shu narsa ketadi. Menimcha, chunki boshsiz ketmaydi. Universitet ochganimizda ham shunaqa ketadi. Ya'ni demak maqsadlar bor, qarang. Maktab, universitet. Bor. Xudo xohlasa maktabga o'sha harakat boshlangan. Prosta men shu paytgacha ochmaganim sababi maktabda ijarani hisoblab chiqdik, juda minusga kirib ketar ekanmiz. O'zimizni joyimizni ochmoqchimiz, o'zimiz bino sotib olishni kutyapmiz. Unga ham oz qoldi, xudo xohlasa. Mana joy ijara deyapsiz-ku, ko'pchilik tadbirkorlar, yosh tadbirkorlar deymiz. O'sha kun ko'rsatuvda ham savol berdim. Joyni ijaradan boshlagan ma'qulmi yoki bino olibmi? Siz aytib berdingiz, bir boshda biz boshlaganimizda, chunki teletomoshabinlarga qiziq, 2-3 marta tushib qoldik. Ijaramiz, marhamat. Qanaqa u tushib qolishlar bo'lgan? Endi tushib qolish hozir ham bo'ladi. To'g'risi, mana joy ijara berayotgan odam, ijaraga berayotgan odam. Mana to'g'risini aytaman, men joyni ijaraga berib biznes qiladigan odamni tushunmayman. Juda bir passivniy biznesda u. To'g'risida, mana sening joying bor, shaharda chiroyli joyda. O'zing ishlat, nimadir jon kuydirib, sal uyg'onib, sal turib nimadir qilgin degim keladi-da. Endi shunday odamlar bor, juda joylari ko'p, masalan, ularga bu narsa yaxshi. Ijaraga bersa, yoki tadbirkorlik qobiliyati yo'qmi? Ehtimol har xil bir xil tadbirkorlik ko'pchilikka otasidan qolgan joy. Ota meros. O'shani ijaraga berib yashab yuribdi-da. Mayli, omadini bersin. Mana masalan, yoshlar agar otasini joyi bo'lsa ham, u joyda biznes boshlamasin. Shaharda yaxshiroq joydan ijaraga boshlasin. Nimaga? Ijara yosh biznesmen uchun juda katta drive. Ya'ni ertalab uyg'onishga, kechqurun uxlamaslikka, turib ishni bajarishga majbur qiladigan turtki. Bu narsa juda muhim. Men o'zim shuni his qilganman.
boshida shaharda markazda dangasalikni o'ldiradi. to'ppa-to'g'ri uyquni qochiradi. Nafaqat dangasalik. to'lovlar kelib qolaveradi-da. Juda tez keladi. Umringiz tez o'tib ketadi ijarada yursangiz, to'g'risi. Masalan, uyda yashasangiz ham ijarada umringiz tez o'tib ketib qoladi. Umuman aytmoqchi bo'lgan, mana shaharning markazidan olib qo'yganmiz, qimmatga olganmiz. Katta joy olganmiz. Topgan pulim ijaraga ketavergan boshda. Topgan pulim ijaraga ketavergan, lekin ilojim yo'q. Pul tikib qo'ydim, boshlab qo'ydim, klient o'rgandi. Eng yomoni biznes uchun dislokatsiya, servis uchun, biz uchun dislokatsiya eng yomoni, bitta joydan ikkinchi joyga o'tib ketish. Odam ko'nikadi chunki o'rganadi har tarafdan. Yo'qotish ko'p bo'ladi-da. Endi lekin o'ylayman, o'sha narsa ham juda katta bizga meni shakllantirgan faktor bo'lgan. Biz o'zimiz joy sotib olib qilgan filiallarimiz ham bor, lekin u nisbatan yaqinda bo'ldi. 2 yil, 3 yil oldin bo'ldi-da. Ungacha faqat hamma joyimiz arendada bo'lgan. Hozir masalan ochayotgan yoshlarga maslahat beraman, ijarada qo'rqmasdan boshlayveringlar. Joyingiz bo'lsa ham ijarada boshlang, yaxshiroq joyda boshlang. Xudo xohlasa, harakat qiling, o'shani qoplashga harakat qiling. Endi lekin bitta joyi bor. Boya shunga urg'u berib ketmoqchi edim. Ijaraga beradigan odamlar bor-ku. Qo'pol qilib aytganda tulki bo'lib ketgan ko'pchilik. Qaysi ma'noda tulki bo'lib ketgan? Ular iloji boricha kelgan odamdan yulishga harakat qiladi, birinchidan. Iloji boricha o'zini solig'ini ham odamga to'latirishga harakat qiladi. Daromad solig'i bor-ku ijara. Shunaqa. O'zini solig'ini ham o'sha ijarachini bo'yniga ilishga harakat qiladi. Lekin o'z nomi bilan daromad solig'i. To'ppa-to'g'ri. O'zini daromad solig'i u. Lekin ijarachini bo'yniga iladi. Ijarachi olmaydi. Shunday. Endi, ya'ni men hozir absolyutno hamma unaqa yomon ishlaydi demoqchi emasman. Lekin ko'pchiligi. Insoflilar ham bor. Bizning o'zimiz ham juda ko'pchilik insofli. Nimaga insofli? Biladi bizni pozitsiyamizni, bozordagi pozitsiyamizni. Shuning uchun biz bilan juda chiroyli gaplashadi. Lekin masalan, endi yosh biznesmen oldiga kelsa, qo'pol qo'yayotganda qiynaydi, qiynab tashlaydi. Mana hayotga tarbiyalaydi deng. Hayotga tarbiyalaydi. Ijara shartnomani juda bir qisqa muddatlarda juda bir neytralni qilib tuzadi, o'zi tuzadi. Ana unga qo'yib bermaydi. Bir tomonlama. Va hokazo. Mana men o'zim go'l bo'lganman boshida. O'shaning uchun juda ko'p tushganman. Qo'limdagi ijara shartnoma ham meni foydamga ishlamaydigan bo'lgan. Kelishuvim ham yumshoq bo'lgan. Ijarachidan qo'rqqanman, haqqimni talab qila olmaganman. Muzokarani to'g'ri qila olmaganman. Va hokazo bo'lib joyimizdan chiqib ketganmiz. 4 tacha keys bo'lgan. 4 tacha holat bo'lgan, joyimizdan chiqib ketganmiz. Lekin u ham tarbiyalagan. Hozir masalan menda 20 ta savollik muzokara bor, ketma-ketlikda so'rab chiqaman arendator bilan. Aka makkang deb. Aytaman, aka menda ro'yxati bor. O'sha bo'yicha savol-javob qilsak bo'ladimi deyman. Bundan qo'rqmang lekin deyman-da. Hamma narsa mayda-chuyda detallarigacha hamma narsani so'rab chiqaman. Boyagi odam o'zi tushunadi, o'sha savollardan tushunadi. Bu odamni aldab bo'lmaydi, bu odam bilan teng gaplashish kerak. Bu odamga tazyiq qilishga yoki ertaga nomardlik qilishda iloji yo'q ekan deb tushunadi. Shu narsaga iqror bo'lsa biz bilan ishlaydi, iqror bo'lmasa ishlamaydi. U odamda men bir xil holatlar bor, masalan, ijara shartnoma bor bizda. Yuristlar bilan maslahatlashib qilganman-da. Chunki ko'p 2 marta sudlashganman ijarachilar bilan. Yuristlar bilan mana ijara shartnoma bor. Keyin bosh kelishuv shartnomasi bor. Ijara shartnoma ana odamni xohishi bilan qilinaveradi, nima so'rasa qilinaveradi. Lekin bosh kelishuv shartnomasi bizning traktatimiz bilan qilinadi. Talablar bo'ladi. Bizning talabimiz bilan qilinadi. Ya'ni biz nima desak, shu narsa turadi yo'qda. Bosh kelishuv shartnomasi sudda ishlaydigan, ertaga gapiradigan hujjatda. O'zimiz uchun qilamiz, ijarachiga beramiz, bo'ldi. Bosh og'riq qilib qiynalib yurmaymiz. Joy ko'pda. Xurshid aka, mana bugun biz ko'p ukalarimizni, singillarimizni ko'ramiz. Oliy o'quv yurtiga kirguncha uxlamasdan tayyorgarlik ko'rishadi-da. Men maza qilaman. Tayyorgarlik o'qiydi, zo'r ketyapti. Avtobuslarda, metrolarda shunaqangi o'qishadi, havasingiz keladi. Lekin nima uchundir, balki tizimdagi muammomi, oliy o'quv yurtiga kirgandan so'ng shu bolalarimiz, singillarimiz aynib ketishyapti, ya'ni o'qishni tashlab qo'yishyapti.
tizimdagi muammo. o'qituvchilar yoki pedagoglar talab qilishi o'zgarib ketadimi? Mana siz ham pedagoglarni jalb qilasiz, natija qilishni so'raysiz. Universitetlarimiz ham bugun natijani talab qiladigan darajaga kelish kerakmikan? Nima deb o'ylaysiz? yoki ular maqsadni to'g'ri tuzmaganmikan? Universitetgacha bo'lganmi maqsad? Yoki ayb ukalarimizda, singillarimizdanmikan? Bitta voqeani aytib beraman sizga. Men Toshkent davlat iqtisodiyot universitetiga 1 yil o'qishdan yiqilib kirganman-da. O'zim Surxondaryoning Sherobodidanman. Sherobodda tug'ilib, bizda sharoit bo'lmagan tayyorlanishga. Amerikadan 10-sinfda o'qib kelyapman. Dadam borganda direktorimizdan iltimos qilgan. Bu yerda matematika yaxshi ustoz yo'q ekan. Ona tili yaxshi ustoz yo'q ekan. Maylimi, Termizga jo'natsa. Direktor aytgan, bo'ldi degan, faqat olimpiadadan o'rin olib berish kerak bo'ladi deganda ruxsat bergan. Termizga borib tayyorlanganman. Olimpiadadan viloyatdan birinchi o'rinni olganman. 100 balldan 100 ball olganimda xalq ishonmaydi, shuni 99 qilsak maylimi deb 99 ga tushirib e'lon qilishgan. Yo'q, Shunaqa bo'lgan. Birinchi yil itday o'qiganman desam mubolag'a bo'lmaydi, lekin u yiqilganman. Tushunyapsiz? Keyingi yil 2 karra itday o'qiganman-da, tushunyapsiz? Bir amallab o'qishga kirganman. Kontraktga universitetga kiryapman. Ha, universitetga kiryapman. Bu 2006-yil haqida gap etyapmiz. O'qituvchilar saviyasi o'quvchidan ham past. Ko'ryapmiz, unaqa muhitda nima bo'ladi? O'qituvchini hayratda qoldirish oson bo'ladi va bahoni olish oson bo'ladi. Tushundingizmi? Ya'ni bahoni olish uchun siz kechasi bilan ana shurikda tayyorlanadi-ku, unaqa tayyorlanishingiz shart emas-da. Tushunyapsiz? O'qituvchiga sal aqlli kiyim bilan, aqlli bashara qilib, aqlli gap so'z bilan bahosingizni olib keta olasiz. Unaqa ham bizdagi yetib chiqayotgan kadrlarda muammo bordi. Endi qarang. Men keldim, ko'rdim, bo'ldi, temaga tushib oldim. O'qishim shart emas. Ozgina hozirgi holatim ham yetadi bulardan baho olishga. Bitta O'rmonov degan ustozimiz bo'lgan. Moliya institutidan kelib dars o'tadi. O'sha odam zo'r ustoz edi u odam, haqiqatda statistikadan dars o'tardilar. Lekin aksariyat ustozlardan dars baho olish qiyin bo'lmagan. Tan olaman, ko'pchilikda shunday. Endi bu masalan tushunadigan narsa emas. Endi ikkinchi kursdan keyin boya aytdim-ku, Ispaniyaga ketdim deb. Men bu yerda yuribman, bemalol ishimni qilaman, darsga kelib beraman, 5imni olaman, bo'ldi. O'qituvchiga sal birinchi partaga mana o'tirib beraman, galstuk bilan borib, bo'ldi, bahoni qo'yib beraman masalanda. Juda bir kulgili holat bo'lgan. Anyways, boryapman Ispaniyaga mutlaqo teskarisi. Boryapman, darsga kelasanmi, formang bormi, yo'qmi, hech kimga qiziq emas. Imtihondan o'tsang bo'ldi. Imtihon lekin emaklatib boradigan imtihon. O'tolmaysiz imtihondan o'qimasangiz-da. Shunday boryapman, birinchi narxozdagi taktikalar qilyapman. Ustozlarga borib, ustoz yaxshimisiz? O'zbekmisiz? Birinchi partaga o'tirib taktikalar qilyapman. Zo'r ustozlar, xursand, zo'r nimada. Lekin bitta imtihon kelganda yiqitib o'ryapti-da. Tushunyapsizmi? Deyapman, bularga taktikalar o'tmas ekan-ku deb keyin o'qishni boshlaganmiz. O'qiganmiz keyin. O'qiganmiz. Mana boya aytdim-ku, haligacha nima o'rgandingiz, nima yordam beradi deb so'rasangiz ham aytib bera olaman. Ishimda. O'sha qiynalib o'qiganimiz hisobiga nima hozir menda yo'q, menga hozir asqotyapti aytib bera olaman-da. Bu darajada zo'r o'qiganmiz. Ya'ni boryapman, universitetda muhit umuman boshqacha. O'qigan odam diplomini olib chiqib ketadi, o'qimagan odam 7 yillab yurganlar bor edi-da. Qarri amaki o'tiribdi-da darsda. Tushunyapsizmi? Hali ana kelaveradi. Bitta fanda o'qiydi. Pulini to'laydi 600 evroni, bitta fanda o'qiydi. O'tolmaydi. O'tolmaydi, keyingi yil yana o'sha fanda o'qiydi. Ana shunaqa sudralib yurganlar bor-da. O'qiyapmiz, O'zbekistonga qaytyapmiz, yana o'sha. Tushunganman kontrast. Bizda bilim berish 0 bo'lgani uchun, talab qilish 0 bo'lgani uchun shunaqa ahvol. Hamma yoshlar o'qimaydi, hamma yoshlar o'qiydiganlari bor. To'g'ri, masalan, universitetga kirib faqat shu boshida o'qiydi, keyin o'qimaydi deyish. Chunki men nimadan xursand bo'laman, xalqaro fan olimpiadalarida bizni yoshlarimiz birinchi o'rinni olib kelishyapti. Hamma yoshlarni yomonlashga odatlanib qolgan. U yoshlarni sizlar ayblayvermanglar, sizlar oldin muhitni to'g'ri qilib qo'yinglar, keyin gaplashamiz. Mana men o'zi universitet ochish g'irt bosh og'riqda. O'shaning uchun ham ochmayman. Mana shu narsa uchun ochmoqchiman. Men universitetda biz pul topish uchun ochmaymiz. Bu ham missiya. Ha, 30 mingta o'quvchi yig'adigan universitet bo'lmaydi. Kelib o'qiydigan, o'qisa bahosini oladigan, o'qimasa bahosini ola olmaydigan, bitira olmaydigan universitet bo'ladi. Zo'r. To'g'risi. Minimal ushlaymiz sonni. Kirish oson, o'qish qiyin. Kirish oson, bitirish o'qish qiyin. Yo'q, kirish ham oson bo'lmaydi. O'zim shaxsan suhbat qilaman haftasi bilan. Xudo xohlasa. Shunaqa niyat qilib qo'yganman. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan, lekin ish garantirinli bo'ladi. Ta'limga
ixtisoslashgan universitet qurmoqchimizda. Shu narsaga imkoniyat berilgani o'zi katta yutuq o'zi. Masalan, 5 yil oldin xususiy universitetlar ochiladi O'zbekistonda desa, qo'ysangchi der edimda. To'g'risida, 10 yil oldin tushimizga ham kirmas edi-da. Mana o'sha imkoniyat berilgani ham yaxshi, sekin-sekin yaxshi bo'lib ketadi. Eng qizig'i davlat universitetlari ham xususiy universitetlar bilan raqobat qilib majbur bo'ladi shu narsalarni qilishga. Xurshidga mana o'zi insonni yetuk darajaga chiqish uchun ma'lum bir ma'noda u muhtoj bo'lishi kerak-da. Ya'ni men ko'p natijaga erishgan insonlarni kuzatganman, eshitganman, ko'rganman, muhtojlikdan kelib chiqib, keyin oilani olib chiqib ketadi-da, ya'ni lider bo'ladi. Va bugun o'sha paytda mana hozir aytyapsiz, mashinam yo'q edi, ma'lum narsalarim yo'q, bugun hamma narsa bor. Va erishilgan natija. Bugun Xurshid aka o'sha natijaga erishdimi? Yo hali yana planka bormi? Hozir mana erishdim desam, nima qilishim kerak? Bo'ldi, borib uyda yotishim kerak-da endi. Miyani o'chirib qo'yadigan savolda. Lekin erishmadim deyish ham noshukrchilik bo'lib qoladi. Mana bunday narsa. Men Surxondaryoda tug'ilganman. Xudoga shukr, otam, onam bizni muhtoj katta qilmaganlar. Dadam bozorda savdo qilardilar o'sha paytlar. Onam dadamga yordam berardilar. Biz yeganimiz oldimizda, yemaganimiz orqamizda bo'lib katta bo'lganmiz. Bizni kam qilmaganlar. Masalan, o'sha paytlar repetitorga qatnaganman, repetitorga hamma ham ingliz tiliga bolasini qo'yib o'qita olmagan. Men 6-sinfdan boshlab o'qiganman. Oyiga 2,5 ming so'm pul berardik. Juda katta pul edi bu. O'sha vaqtlar. O'sha vaqtda. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, muhtoj bo'lib katta bo'lmaganmiz, lekin masalan, tan olish kerak, Surxondaryo sharoiti bilan Toshkent sharoitini solishtirsa, o'sha payt ham osmon bilan yercha farq bor edi, hozir ham osmon bilan yercha farq bor-da endi. Surxondaryo demak Sherobod, ozgina orqada tuman, to'g'risi. Toshkentga kelyapmiz, ko'ryapmiz sharoitni. Mana yaxshi yashash qanday ekan degan narsani tushunyapmiz-da. Shunga qarab intilyapmiz. Xudoga shukr, uni qildim deb o'ylayman. Faqat bitta narsa, odam moddiyat bilan yashaydigan odam bo'lsa, lekin hayvondan farq qolmay qoladi-da. Biz bu narsani mana rivojlanish, O'zbekistonda rivojlanish bo'lgani sari, chet elga borganimiz sari va hokazo bo'lgani sari sezyapmiz. Mana misol uchun men har safar chet elga borsam, o'zimni talablarim, o'zimni xohishim doirasida emas, jamiyat doirasida o'ylayapmiz-da. Nimaga masalan bu yoqda shunaqa sharoit bor, shunaqa imkoniyat bor-da, O'zbekistonda yo'q. Nimaga bizning millat bu darajagacha hali kelmadi deb o'ylayapmiz. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, moddiyat, Xudoga shukr, moddiyatdan zarurat ketdi. Hozir men sal boshqacharoq narsalar bizni qiynayapti. Mana misol uchun oddiy narsa, nima uchun bizda top 100 talikka kirgan universitet yo'q. Faqat biznes emas, masalan, xalq nuqtai nazaridan, jamiyat nuqtai nazaridan o'ylab bosh, o'zim men har doim o'ylaganman bu narsani. Ko'rsatuv uchun, podkast uchun sizga savollar tayyorlab, tayyorgarlik ko'rdik va tanishtirdik. Lekin sizni tanimagan davralarga kirganingizda o'zingizni qanday tanishtirasiz? Tadbirkor yoki ustoz? Zo'r. Hozir mana men qiynaydigan savolda bu, har doim o'zimga o'zim savol beraman. Sen ustozmisan yo tadbirkormisan deganda. Lekin endi bu savol o'zi nimaga muhim? Men faoliyatimni ustozlikdan boshlaganman. Ustozlik menga nom bergani uchun, ustozlik qilib pul topib, o'sha pulga biznes boshlaganim uchun men biznesmenman deyishga uyalaman, to'g'risi. Nimaga? Chunki o'zi bizni botqoqdan olib chiqib ketgan narsa shu bo'lgan men. Lekin vaqt o'tgani sari, kunlar o'tgani sari men hozir dars o'tmayapman-da oldingida. O'zimni mana bunaqa tadbirlarda ham, masalan, men biznesmen bo'lganim uchun chaqirdilaring-da endi baribir. Biznes nuqtai nazaridan siz boshqalardan ajralib turganingiz uchun chaqirdik. Rahmat sizlarga. Egalari bo'lgani uchun. Baraka toping. Baribir ko'pchilik e'tirofiga men o'sha o'quv markazimizning yutuqlari tufayli erishyapman-da masalan. Lekin ko'pchilik bilmaydi, buni tagida men ustozligim yotganini. Ya'ni men har doim ustozman deb hisoblayman. Har doim ingliz tili ustozi. Masalan, men tanimagan odam so'rasa, ingliz tili ustoziman deb o'zim tanishtiraman. To'g'risi. Surxondaryoda ko'p bo'ladi, boraman. Dadamni yoqqa bu yoqqa olib yuraman. Qarindoshlar yoqqa bu yoqqa olib yuraman. Ular bilmaydi-ku masalan. Biz kimmiz, nima, qanday, IELTS sertifikati nima, o'quv markazi nima bilmaydi ko'pchilik. Bizda bu kishi nima ish qiladilar deb so'rasa, men o'zim aytaman, ingliz tili o'qituvchisiman, ingliz tilidan dars o'taman deb aytaman-da. Eng katta xato odam masalan muvaffaqiyatga erishganida, pul topganida eng katta xatosi kibrlanib ketish. Boshini esdan chiqarib qo'yishda. Kim bo'lganini esdan chiqarib qo'yishi.
o'shandan hamma xatolar boshlanib ketadi. Ya'ni xotimaning boshlanishi bo'lib qoladi o'sha joyi. Buni ko'pchilikda misolida ko'rganman. Ya'ni kimligingni esingdan chiqarma, qanday boshlaganingni esingdan chiqarma. Gazini bos, rivojlan, davom et, lekin kimligingni esingdan chiqarma. Chunki ko'pchilik odamlar seni o'sha davrda taniydi. Birinchidan, sen o'sha davrda eslasang, hozirgi yutuqlaringga shukr qilasan-da. Xurshid aka, mana qo'l ostingizda juda ham ko'plab mutaxassislar ishlashadi. Ya'ni ishchilaringiz bor, ustozlar bor. Ularni tanlov asosida qabul qilgansiz albatta. Va ularni qadri siz uchun qanchalik muhim, ya'ni uni og'ir kunida u uchun sharoit yaratib bera olgansizmi bugungi kunda? Nimaga bu savolni beryapman? Ko'pchiliklarda kadrlarda qo'nimsizlik, ya'ni o'quv markazlarida ham ko'rganmiz, boshqalarga o'tib ketib qoladi. Misol uchun siz deylik 10 million oylik bersangiz, 12 million, 15 million oylik bo'lsa, unga o'tganim yaxshiroq deydi. Ya'ni xodimlarni ushlab turish, u siz uchun qadrliligini qanaqa bildirib turasiz, siz demoqchiman. Boshiga tashvish tushganda yordam berish kerak. Bo'ldi. Buni reklama qilish kerak emas. Ana odam o'zi aytsin. Sizni kimligingizni undan bilsin xodimlar. Mana shunday payt bo'ldi, men 25 mingga bir xonali kvartira olib berdim menejerimizga. To'laysan, bo'lib to'laysan dedim. Kelingiz bilan birga borib, notariusda pul berib kelganmizda, o'sha pulni 10 mingini uzganmi, 11 mingini uzganmi, sekin-sekin uzgan. Lekin momenti kelganda aytganman, bo'ldi, qolganini urishingiz shart emas. Siz men duo qilib qo'ysangiz bo'ldi devorganman. Endi bu narsani komanda biladi. Bo'ldi, boshqa hech nima kerak emas. Har xil davralarda minnatdor bo'lib aytgan, boyagi xodim aytgan, men bu xodimga yordam qilsam, bu aytadi. Bo'ldi, shu narsaga intilish kerak. Rahbar bugun bo'lishi kerak degan tushunchaga qanaqa qaraysiz? Rahbar bo'lishmasa kim bo'ladi u? U feodal bo'ladi, u quldor bo'ladi. Bo'lishmasa. U faqat oylikka ishlatadigan tizim bilan imperiya qurib bo'lmaydi. Hech qachon. Masalan, siz 200 ming dollar topyapsiz-da, 10 ming dollar oylik beryapsiz xodimlaringizga. Siz quldorsiz, siz rahbar emassiz. Tabriklaymiz sizni. Yangi unvon bilan. To'g'risida, u odam bo'lishmasa, o'sha 200 mingni 100 mingini bo'lib bermasa, u rahbar emas u. Mana masalan, ko'pchilik buni shaffoflikni ham qilmaydi. Hech pul topib, masalan, menda ko'rib turadi. Men menejer bor, arendani biladi qanchaligini. O'ziga tashab qo'yganman, o'zi shug'ullanadi. Zo'r. Kommunalni qanchaligini biladi. Oyliklari qancha ketgan. Daromadni ham biladi. 100% mendan zo'r biladi, men undan so'rayman. Necha pul qoldi bu oyda? Tushunyapsizmi? Endi u bilgandan keyin masalan 20 ming qoldi-da, men unga 5 million oylik beraman. Qanday u vijdonsizlik-ku? Aka deydi-da, nima? Mana masalan shunga jur'ati yetmagan ko'pchilik. Yaxshiroq bo'ladi hamma narsani. Tushunyapsizmi? Mana men o'sha 20 ming qolayotgan joyda kamida 2 ming oylik olyapman menejer. Boshqarayotgan odam. Tushunyapsizmi? Yoki bundan tashqari bonuslari bor, KPI bor. KPI'ni bajarsa yana ko'proq pul topadi. Keyin u bolalar biladi, u pulni men olib hovli olganimga 1 yil bo'ldi. Ungacha men 2 xonali kattalagidagi kvartirada yashaganman. Shu vaqtgacha. Shu paytgacha 1 yil bo'ldi, katta hovli oldim. 22 ta filialimiz bor Toshkentda. Zo'r. Uni joyga besh ketdingiz. Uni o'zi bo'lmaydi aka, uni qurish juda katta vaqt ketadi. Pullar hammasi ishlagan faqat. Ishlagan pul olsalar bo'lardi-da. Mana masalan bolalar ham biladi, uyim qayerdaligini biladi, nima mashina haydashimni biladi. Biladi bolalar. Qancha pul topyapman-da, pulni qayerga yo'naltiryapman biladi. Xurshid aka, xodimlarni qanday tanlov asosida olasiz va qanday rag'batlantirasiz? Xodimlarni ishga olayotganda ko'pincha ko'pchilik qiladigan xatosi yuzaki kriteriyalarga, mezonlarga qarab ishga oladi-da. Mana masalan, biz endi boshqa sohalar bilmayman, biz sohamizda IELTS instruktor ishga olayotgan bo'lsak, uni tajribasiga qaraydi. Rus tilini biladimi yo'qmi qaraydi ko'pchilik o'quv markazlari. IELTS balandmi yo'qmi qaraydi. Chet elga o'qib kelganmi yo'qmi qaraydi. Bu narsalar to'g'ri muhim faktorlar, lekin masalan men uchun 2-chi, 3-chi, 10-chi darajali masala. Men xodim bilan suhbat qilayotganda bitta savolni har doim o'zimga beraman. Men bu xodimni ishga olish orqali uni oilasiga yordam qilamanmi, ota-onasiga yordam qilamanmi, oilani duosini olamanmi, umuman olganda o'zi oilaga yordam kerakmi degan masalani ko'rib chiqaman har doim. Men 1 soat suhbat qilaman, lekin bu narsani 5 minutda orada 5 minutda so'rab olaman. O'sha asosiy joyi bo'ladi odatda. U bilmay qoladi-da. Mana masalan endi hozir bu narsani gapirishim qanchalik to'g'ri noto'g'ri bilmadim.
kadrlar bilan ishladim. Bir qizimiz bilan suhbat qildim. Otasi katta biznesmen odam. Taniyman ham u odamni. Masalan, uni oilasiga u qizni erta ingliz tili ustoz bo'lib ishlab pul topgani kerak emas. U narsa qiziq emas. Men u qiz bilan suhbat qildim, grammatika qiyin savollar berdim, yiqildi savollardan. Shuni sabab qilib uzr sizni ishga ola olmaymiz dedim-da, ishga olmadim. Masalan, u odamga nisbatan adolatsizlik bo'lgandir. Lekin men o'sha menda yaratilgan ish o'rnini undan ko'ra muhtojroq oila bolasiga berganim yaxshi deb hisoblayman. Xo'sh. Prinsip shunaqa. Endi suhbat qilib, lekin u qizdan keyin suhbat qildim. Otasi vafot qilgan yoshligida, onasi o'zi ukasi bilan yashaydigan qizga o'sha ish o'rnini berib yubordi. U qizdan ancha past kvalifikatsiyasi. IELTS 7, uniki 8 edi. Tushunyapsizmi? Va ho'kiz rus tilini bilmaydi, u qiz rus tilini bilardi. Qizimiz rus tilini bilmaydi masalan. Bu faktor, chunki bizdan Yevropa so'rab keladiganlar ham ko'pda. Lekin bunga imkoniyat berdim. Mana shu prinsip, masalan, yuzaki prinsiplarga qaramadim, bunga imkoniyat berdim. Jamoani shunaqa asosda qurganmiz. Ichki qadriyatlar. O'sha asosda qurganmiz. O'shaning uchun ham men boya aytdim-ku sizga, bo'lishish degan masala. Qo'rqmasdan beramiz уже. Tushundingizmi? Chunki biz bergan oyligimiz ham, pulimiz ham kimgadir borib yordam beradi u. Tushundingizmi? Kimdir muhtoj unga. Unga iqror bo'lganimiz uchun ishga olamiz. Siz aytdingiz-ku, qanaqa mezonlar asosida dedingiz-ku. Birinchi masala shu. Boshqa narsalarni ham hisobga olamiz, minimal talablar bor. Lekin sen muhtoj oila farzandini oda, uni o'zing ko'tar degan prinsipda. Mana hozir eshitib turgan rahbarlar ham siz tayyor kadr qidirmang. Tayyor kadr mana zo'r kadrga aylanish ehtimoli yuqori bo'lgan. O'sha narsa uchun har taraflama hamma salohiyati bor bo'lgan kadr topingda, unga imkoniyat beringda. Unga siz ustozlik qiling, unga siz o'rgating. Mana masalan men deyarli hamma xodimlarimizga nimadir o'rgatganman. Qaysidir ma'noda ularga ustozman. Nimadir bera olgansiz. Bera olgan, faqat moddiyat emas, masalan, o'rgatganman, trening qilganman, dars chaqirib olib o'rgatganman va hokazo har xil vaziyatda nimadir o'rgatganman. Yoki nimadir o'rgatadigan odam tayinlaganman. Tushunyapsiz? Ya'ni siz shu narsaga intiling. Mana shu, masalan, ko'pchilik o'ylaydi biz pul berib ushlab yuramiz o'qituvchilarni, bonus berib ushlab yuramiz. Yo'q, unday emas. Kimnidir ushlab yurish degan tushuncha noto'g'ri tushuncha. Siz halol, to'g'ri muhit yaratib qo'ying, qadriyatingizni halol qilib qo'ying. Xudo xohlasa, o'zi maza qilib ishlaydi. Hech kim pand bermaydi sizga. Sal-pal o'sha pand bermaydigan vijdonli odamlar ishga oling. Mana masalan, suhbat qilyapman, qaysidir kun ishga joylashmoqchiman. Zo'r ketyapti kadrda. Rejalaring qanaqa o'zi desam, chet el ketmoqchiman dedi-da. Keyingi yil chet el ketayotgan bo'ladi. Lekin bizga kelib 6 oy ishlab ketmoqchi. Nima kerak emas? U odamni masalan kerak emas bu odam. U odam chet elga ketishga harakatini qilsin. Nima qiladi biz boshimiz qotib? Foydalanib ketadigan o'quv markazi emasmiz. Biz zo'r beramiz imkoniyatlarni, undan talab ham qilamiz. Shunga yarasha bo'lish kerak. Ya'ni vijdonsiz, faqat o'zini ajendasi bilan, o'zini kun tartibi bilan kelayotgan odam bo'lish kerak emas-da. Xurshidga bitta kuchli markaz yaxshimi yoki 10 ta o'rtacha? O'quv markazimi? Hammasi kuchli bo'lishi kerak. Albatta zo'r qadriyatni hozir aytishim vaziyati bo'ldi-da. Mana bizda mana bunaqa tushuncha bor. Ko'pchilik mijozlar bizga murojaat qiladi-da, bosh filiali qaysi deb so'raydi. Yoki palancha joy filialmi yo asosiy joymi deb so'raydi. Mana bizda hamma nima deb javob beradi bunaqa vaziyatda. Bizda filial tushunchasi yo'q. Everest bitta, Toshkentda va respublikaning har xil hududlarida markazlarimiz bor. Kattalashyapti. Qolgan joy biz kattalashgan qismimiz bo'ldi. Filial degan atamani olib tashlaganman men faoliyatimizdan. Manzil deyiladi. Manzillar. O'quv markazimiz Samarqand manzili, o'quv markazimiz Namangan manzili. Shunaqa u atamani o'zini olib tashlagan. Qadriyat bu masalan bu filial ekan degan narsa odamlar juda tor fikrlaydi. Xurshidga sizni asosiy raqobatchingiz kim bugungi kunda? Boshqa markazlarmi yoki o'quvchining dangasaligimi? Asosiy raqobatchimiz o'zimiz. O'zimiz. O'tgan yilga men komandaga aytaman. O'tgan yil nechta chiqardik natija? 1200 ta 7+ chiqardik. Bo'ldi. Iltimos 10% ga oshsin deyman. 1320 ta chiqaraylik deyman. Bo'ldi. O'zimiz o'tgan yilgi raqobatchi bizda o'zimiz bo'ladi.
u o'quvchini dangasaligi ham, boshqa raqobatchilar ham va hokazo qiziq emas. Biz o'sha o'zimizdan yaxshiroq narsa yasaylik keyingi yilga. Shunda hamma muammo hal bo'lgan bo'ladi. Nechta xodim faoliyat yuritadi? Shu kecha kunduzda 600 dan oshiq. Xurshid aka, mana o'quv markazlari faoliyatida umuman ta'limda raqobat kuchayib boryapti. Raqobat ta'limni rivojlantiradimi yoki shunchaki marketingga aylantirib qo'yish ham mumkinmi? Raqobat juda muhim masala. Masalan, men tasavvur qila olmayman, bozorda faqat bizda o'quv markazimiz bor. Unaqa bozor kerak emas bizga. Tasavvur qila olmayman bu narsani. Unaqa bozor ishlab bo'lmaydi. O'zingiz ham dangasa bo'lib qolasiz. Yo'q bo'lib ketasiz. Ano fravillar semir bo'lib ketgan-ku, xuddi shunaqa bo'ladi. To'g'risida. Uzoqqa bormaysiz. Raqobat kerak. Bugunda ham juda bir qaqshatqich raqobat kerak. Shunda rivojlanish bo'ladi bozorda, davlatda, jamiyatda va hokazo. Hozir bizni teleekran qarshisida millionlab ota-onalar ham kuzatishyapti-da, farzandimni qanday qilsam yaxshi o'qishadi, nimalarga ularni MVPsini oshirishim kerak degan bir fikrlarni bildirib o'tishayotgan bo'lishi ham mumkin va shu o'rinda savol bermoqchiman. Bugun ota-onalar ko'proq nimada xato qilyapti? Ota-onalar liberal yondashyapti tarbiyaga. Qattiqqo'llik qilish kerak. Ya'ni boshni silayapmiz-da biz, to'g'ri? Butun dunyodagi tendensiya bizga hali beri tushmaydi. Masalan, butun dunyoda bolaga tashab qo'yib ber, o'zi biladi, o'qisin, o'qimasa o'qimasin, urishma, so'kma, gapirma degan tendensiya bizga hali tushmaydi. Bizning jamiyatimiz bu narsaga hali tayyor emas. Biz qattiqqo'l bo'lishimiz kerak. Men onamdan qo'rqqanim uchun hech bo'lmasa 4 olmaganman maktabda. Bir marta 2 olganman, endi alohida voqea u mayli. Yaxshi o'qimaganim uchun emas. Bolalik travmasi. Boshqa travma, haqiqatda travma bo'lgan. Ona tili o'qituvchimiz ikkini qo'yganda darsga kirmaganligi uchun katta qilib yozib qo'ygan. Kundalik yo'q bo'lgan. Yo'q bo'lgan, yirtganman varog'ini. Ukam sotib bergan. O'shani aytyapman, menda ham yo'qolganda. Ukam sotib bergan. Mana aytmoqchi bo'lgan, biz o'lgiday qo'rqqanimiz uchun o'qiganmiz. Bizda davrimizdan beri ko'p narsa o'zgargan yo'q. Masalan, men 3 ta qizim bor hozir. Men qizlarimga zulm qilib, urishib, so'kib gapirmayman. Lekin mendan qo'rqqani uchun o'qiydi. Meni gapimni ko'tarmaslik uchun o'qiydi. Chunki siz ham tegadigan gaplarni gapirasiz. Tegadigan gap gapiraman. Tegadigan gap gapirishim ham shart emas. Kundaligini muntazam tekshirib boraman, onlayn tekshirib boraman. Ko'rib boraman. Bir xil paytlar g'alati ham bo'lib qoldim. Yaqinda maktabga borsam, ustoz aytayapti, siz bu darajada qattiqqo'llik qilmang bolangizga. 4 qo'yganimda yig'lab kelib menga yalindi. Katta qizimni aytayapti-da. Yig'lab kelib yalindi, dadam urishadilar, dadam o'ldiradilar deb aytgani uchun men o'chirdimda 5 ga o'zgartirib qo'ydim. Endi keyin shundan keyin sal yumshoqroq qizlarimni yig'dimda 4 olish yomon emas. Undan xafa bo'lmanglar deb tushuntirdim ikkitasiga, hali bittasi 2 yosh kichkina. Ikkitasiga tushuntirdim, lekin baribir ota-onalar eng katta qilayotgan xatosi qattiqqo'llik qilmayapti bolasiga, nazorat qilmayapti. Har bir insonni oldida shu insonga o'xshash kerak bo'lgan fazilatlari bo'ladi-da, ya'ni kumiri bo'ladi. Sizning kumiringiz kim? Endi hozir juda bir banalni eshitilishi mumkin, lekin har doim meni kumirim onam bo'lgan. Nimaga? O'zlari ko'p qiyinchilikda o'sganlar, otasi katta bo'lganlar, juda aqlli harakat qilgan bo'lsalar ham o'qishga kira olmaganlar. O'sha davrda adolatsizliklar tufayli o'qishga kira olmaganlar. Lekin bizga o'qish kerakligini, ilm olish kerakligini har doim uqtirib kelganlar. Masalan, yoshligimda onam faqat men kitob bilan ko'z oldimga keladi. O'sha uyimizda, Sheroatdagi hovlimizda joy bor edi. Onam yaxshi ko'radi edi o'sha yerda o'tirib kitob o'qishda. Javon bor. Kitob javon to'la turardi. Rahmat Xurshid aka, bugun ko'rsatuvimiz ancha manfaatli bo'ldi. Bugun biz dasturimizdan o'rin olgan mavzu muhokamasiga xolisona yondashdik. Tanlangan mavzu qancha ko'p odamga taalluqli bo'lsa, uning dolzarbligi shuncha ortadi. Mikrofon sizniki, podkastni kuzatishni davom eting. Xayr, salomat bo'ling.